Ko'pgina sotuvchilar dodlayapti, narx tushib ketyapti deb. Lekin oddiy xalq shunaqa duo qilyapti, narx borgan sari tushyapti. Yaqindagina kir mashinaning narxini rekord darajada tushirgandi, bugun undan ham battar tushiramiz. Kir mashina 6 kiloli, inverter motorli, pastoklarga chidamli, sensorli tabloga ega, 14 xil funksiyasi bo'ladi, parvoy rejimlari ham bor. 3 ta A+ kategoriyada ishlaydi, suv, tok, vaqt ekonom bo'ladi. Undan tashqari rejimlari ham zo'r. Bыстрый стрелкasi 15 minut, 15 minut yuvib chayib qurita oladi. Undan tashqari avtoachistка funksiyalari ham bor. Barabanni nerjeveyka, katushka qilmaydi. Temperaturasini, o'chimini, palaskanalarni o'zingizlar belgilay olasizlar. Start pauza knopkalariga bosib, ichiga xohlagan paytingizda kir qo'shib avval olasizlar. Ofitsialniy garantiyasi 3 yil, servis sentrlari ham bor. Kommentariyada men sandan ham arzon qilib beraman deydigan betayinlar chiqyapti. Agar sen men bergan narxdan $5 arzon qilib bera olsang, sen berayotgan narx ustiga $1 ham qo'ymasdan shu narx o'ziga xalqqa tarqataman. Xuddi shunaqa kir mashinalarni o'rtacha $250-300 sotilayotgan bir paytda men sizlarga bu narxini bor yo'g'i $183 qilib beraman.